Hurmatli xonimlar va janoblar, biz shouimizni boshlaymiz. Bizning shouimizda blogerlar, vaynerlar va yulduzli san'atkorlar. Demak, biz boshlaymiz. Live show! Это наше шоу, это наше шоу, это наше шоу, шоу Live. Это наше шоу, это наше шоу, это наше шоу, шоу Live. Avvalambor assalomu alaykum. Rojana ko'p yillardan beri kutib kelaturgan proyektimiz YouTube uchun live show'ni birinchi seriyasi. Boshlaymiz. Savol, xotiningdan qo'rqasanmi? O idoralaylingan. Ben Xorazmda o'lasim bor. Yaxshi, iloyim niyatingiz yetkazing. Ko'p so'raysiz ekan, deymadingiz lekin. Bilasizlar, o'nni yo'q, ko'chani bolasiman-ku-men. Yo'q, stadionga kirganding kelibdi. Yetgansan xudoyim boyim. Ey! Qani. Bolag'ana abonering. Ko'rishakar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum YouTube tarmog'ida bizlarni tomosha qilib turgan yurtdoshlarimiz, musofirdagi yurtdoshlarimiz. Bugun aynan sizlarni qo'llaringizda kimdir telefondan ko'rib turgandi, kimdir televizordan ko'rib turgandi, lekin aynan bizlarni live show YouTube kanalida tomosha qilib turgan yurtdoshlarimiz bugun sizlarni biz zeriktirmaymiz degan umiddamiz, chunki tayyorgarliklarimiz zo'r, san'atkorlarimiz zo'r, mehmonlarimiz zo'r, show dasturlarimiz zo'r. Umuman bugun hammasi live bo'ladi. Live show Jamoliddin Navro'zaliyev bilan birgalikda kamina boshlovchi Ravshan Begizubov sizlar bilan birgalikda boshlaymiz aziz do'stlar. Live show! Bizani maqsadimiz kayfiyat ko'tarish. Hech kimning ustidan gulishimiz kerak yo'q. Yo'q. Guladan bo'lsak boshqa yerda gulamiz uni orqayin. Prosta kayfiyatni ko'tarib, shu uyda o'tirganlar YouTube kanalini ochib bir lazzat sizlar deyman-da. Ko'pchilik hozir endi to'g'risini aytaylik, endi vaynermiz-ku biz. Hamma yer vayn bo'lib ketdi, bir show kamayib ketdi. Vaynerimiz deb aytib o'tdi aziz do'stlar. Bu faqat Jamoliddinning o'zini deyishlarsa, ertang Roshan ham vayner bo'ptimi deb ana reklamchilar, ya'ni bir restoranning egalari, ana metan zapravkaning egalari men chiqib turmanglar. Men reklama aytishni yomon ko'raman. Getay, Ravshan. Live show YouTube kanalida bizani ko'proq yurtdoshlarimiz tomosha qilish uchun sponsorlar ham biza $500 taklif etamiz bizani dasturimizga. $500 barasizdan bir do'konning oldida shunday kichkina reklama etasiz, $500 Ravshan. Live show dasturimizda davom ettiramiz. Qaysi sponsor? Ravshan, bizada pul bizada adamdi. Yo'q, lekin eng asosiysi bugun aynan mana shu sahna chiqib keladigan insonlar bugungi dasturimizda ham show biznesda, ham Vine olamida o'zlarini yaxshi ishlarni amalga oshirib qo'ygan yurtdoshlarimiz bo'ladi. Taklif etamizmi? Uni yana bir ta'rif bermasak bo'lmaydi. Qaysi? Hozir to'ylarga borib xalpochilik etib ham yurtdi. Yo'q, xalpochilik. Ava boshda Vine bilan boshlandi. Eng birinchi pik videosi baliq degan video bilan. Men ko'rganman baliqni. O'zimning baliqlar deb dim kelgan ikkinchi vizitkasi va mazushkalarim deb liboy shu do'kon bormi, zapravka bormi, girib boraveradi. Bildim. Bildim. Kimligini bildim. Anu mazaliz chiqadigan od. Parfyum. Parfyum. Demak, sahnamizga taklif qilamiz. Parfyum. Yo'q, jammi qiqirqnish edi. Yulduz parfyum. Yulduz parfyum aziz do'stlar, qarsaklar bo'lsin. O güzel hanımdı, o benim canımdı. Ben onun hastası, o da dermanımdı. Ay ne güzel hanımdı, o benim canımdı. Ben onun hastası, o da dermanımdı. Yomon aytib qo'shiqni lekin. Zo'r. Kelincha. Show musical jamoasi. Show musical. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Jamoa nomer 1 hozir Yulduz 1 minut. Show musical jamoasi haqida gaplaydigan bo'lsak, haqiqatan show musical jamoasi hozirgi kunda viloyatimizdagi eng nomer 1 jamoalardan. Nera borsa shu to'ylarni bomba etib, men maqtayorim, men o'zimniki maqtayorim. Yo'q, endi men maqtayin, axir sizga to'g'ri kelmaydi.
haqiqiy shov etadi to'yni. Ava. Barsalar, Ava. qizlara gap yo'q. Молодец. Hamma shu qizlar bo'laman desam, chota qizlar o'zgarib turadi sizlarda. Nima gapsiz? Yo'q, shu ikki qiz. Ha, shumi? Ava, ikkidan almashtirib turamiz. Tez-tezdek. Ava, Ro'zimboy, yana bizning solistimiz Ro'zimboy Yaxshimurodov. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, Atush, Samandar, Bunyodbek, Xo'shnudbek danishtirib qo'yamiz. Ro'zimboy Shahnoza va Ro'zaxon uchun alohida qarsakiylar. Sahnamizdagi qizlarimiz uchun 8-mart bilan tabriklagan holda. Gap yo'q, gap yo'q. Ro'zimboy salchetachki shu udanlikcha bir ko'rsatib ber o'zing kamera tushirib beringlar. Bu bola nog'a bor. Bunyodbek. Nog'a bordim bu yere shunchalik vaqt o'tirdim deb bilmasin bu. Молодец, sen basan. Üstüne yazib qo'yinglar, ishoda yani udanlikcha adı familiyasini. Bu yerda Bunyod bo'lgan. Ava, gap yo'q. Yulduz parfumga qaytamiz. Yulduz gap so'z bo'lishi uchun haqiqatda parfyumni kelishingizni o'zi ifor bilan keladi. Молодец. So'zlamasingizdan burun o'sha shunday videoni ko'rganda ko'rasing keladi. Rahmat. Rahmat. O'tistirali mehmonimiz. Endi mehmonimizni o'zimizni live show ko'rsatuvini, ya'ni proyektimizni bir yashil divani bor, shunda o'tirishga taklif qilamiz. Marhamat. Live show, live show, live show, la 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 live show. Yulduz xush keldingiz. Avvalambor assalomu alaykum. Marhamat. Mazishkalarim. Axey. Axey. O'zi Yulduz nechun parfyum? Parfümeriya do'konim bo'lgani uchun. Ha, значит, parfümeriya do'konidan wine sohasına girib kelgansizdan, to'g'rimi? Endi bizani jamoamizda-ku, bizning komandamizda. Boshda parfümeriya do'konda o'zini do'konda sotuvchilik qilib, o'zini mahsulotlarini o'zi reklama etib yurdi-ku. Qarasa ko'chayib boradir, keyin yangi qo'nishchisi yana bir do'konlar. Meniki ham reklama etib, seniki yaxshi borayotir deb, keyin bu shu reklamaga kirib ketdi. Dakansa. Tushundingizmi? Parfüm do'koni ilindi o'xshaydi hozir. Ilindi, lekin tez kunda brendimni chiqaraman. Yana brendini chiqaradi. Yulduz parfüm degan. O'zimni nomimga duxi chiqaraman, brendim. Okay. Yulduz parfümde ifor bo'ladi yani. Shuning duxi bo'ladi. Shunday ifor bo'ladi, yaningizda o'tib ketgan odam ham mushum jilli bo'lib qoladi. Isaf, aynan. Ya ne bak. Şöyle vada. Tushundingizmi? Syomkalarda sal kayfiyat bo'lmay turadi-ku. Yulduz bas deyman. Yana bir qara. Yulduz bas. Knopkading-ku, ha, bossan ketaveradi. Bassasang bo'ldi, Har yaradi. xil etib gülamanda. O'zi ishi gulish masalasi ham, masalan, wine masalasini men to'xtalajak edim. Hozir gulish o'tdik. O'zi masalan, hozirgi kunda internet ko'rib turgan yurtdoshlarimiz ham ko'proq masalan azatib gulish uchun, nastroyeniyasini ko'tarish uchun qiladilar. Shunday pozitiv xarakterda insonlar menimcha yurtdoshlarimizni ko'proq yaqinroq boradi. Birinchi sizni o'zingizni masalan Yulduz parfyum edi-ku, o'zingiz do'koningizni masalan reklama etib turadingiz-ku. Neden bildingiz? Masalan, nereden size qaysidir bir signal orqali shunday narsa bo'ldiki, to'xta, men boshqa yerda ham tirikchilik etsam bo'ladi ekan, boshqa yerda ham shu narsani masalan kimdir normal summasini olgan holda reklama etib bersam bo'ladi ekan deb qarorga keldingiz. Qaysidir videongizdan keyin yoki qaysidir bir qarorga kelganim sababi o'zim bilmagan holda bo'lib qoldi. O'zim bilmagan holda shu ichine girib ketdim-da. Reklamani, blogerchilikni ichine girib ketdim. Shu dunyoga girib ketdim, o'zim bilmagan holda. Parfümeriya sotib yuribdi, shunday bo'lib ketdi. Hozir biz ham ko'rib turgan ko'p yurtdoshlarimiz masalan Yulduz parfyum masalan o'zi nerdan o'zi nima gap so'z degan bir fikr ham bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Nedan siz o'zi? Asli Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'ldanman. To'rtko'ldanmisiz? Doğulib o'sgan yurtim Toshkentda tug'ilganman. Toshkentda tug'ilib, necha yildan o'sdingiz? Ava, Toshkentda tug'ilib, abetlansa Italiyada abetlanadi. Ava, endi eshikka chiqasiga kelsa Fransiya o'tib qaytadi. Yaxshi. Dim ijashmang. Shu uchun ifor gap. Ava, ijod Urganchda. O'zi uyi 4 yilda Toshkentda tug'ilgan. Ko'rdingizmi? Xudo qalasa, u Afrikaga go'mamiz. Shuni bo'lyapti. Yo'q, men Xorazmda o'lasim bor. Yaxshi, iloyim niyatingiz yetkiz. Shunda siz To'rtko'lda hozir yashab ishlab turibsiz. Ava. Bu o'zi wine o'qish kerakmi? Masalan, men winer emasman, Jamoliddin winer, yana siz winersiz. Men wine ishlasam ham o'xshama. Menimcha hammani o'zini atadan ishi bo'ladi. Necha yildan beri
tele, radio dasturlarni qilib keltirgan bo'lsam, masalan, menda Vine o'xshamagan, men o'zim ham harakat etmayapman. Lekin sizlarda cho'tga o'xshaydi, zo'r o'xshaydi, azab ko'raman. Vine uchun o'qish kerakmidi? Talant kerak. Ichingdan chiqishi kerak, guplab. Shu baliqni bir reklamasi nedan kelganligingiz ekan o'zimda tushun. Ana bir qiz bor edi Toshkentda. Bir narsalarim deb so'raydigan qiz bor. Ben bilim modlarini slaytinglar. Men birovdan qarab ideya ishlamayman, birovni ishlagan ishini ham ishlamayman. Bu narsani yoqtirmayman men. Men birovni aytgan ideyalarni birovdan ko'rib ishlamayman. Men o'zimdan chiqarib ishlashni yaxshi ko'raman. Kerakmadi shu gap sana? Avo, kerak edi axir. Sen eshitasa. Baliqni ideyasi ham shaxsan o'zimdan kelib chiqqan bu narsa. Baliq. Ava. O'zim ham baliq o'xshandan keyin o'zimdan kelib. O'zimga qarab turib ishlaganman shu narsani. Aynan. Zo'r. Zo'r. Doğrusu shunday. Endi Ravshana keyingi ishtirokchimizni ham taklif qilsak, xorib qoldi. Davramizga o'zi ajoyib rejissyor, Ava, aktyor, ava, boshlovchi, ava, boshlovchi bir 25 yildan beri to'ya chiqadi. Hali to'yda bir urib ko'rmagan, quruq tayoq yegan. Молодец. Ava, hozir kelganda ham so'raysiz, to'ylardan tayoq yesa menga telefon uradi. Hozir o'zidan so'raysiz, ishonmasangiz. Yo'q, shuni bo'lgan, rostdan. Birov duxini olsa menga telefon uradi. Canım ne dedi? Sen ben urtaladı bir minut. Значит, hozir duxini oldirgan odam и duxisi bor odam. Ava, Dıdı. İkisi doğru Bugün sahnamızda dıdılar. Demek, kimni taklif qilamiz? Albatta, ajoyib do'stimiz, suxandon, rejissyor. Meni Xalqlar do'stligi san'at saroyi degan joy bor. Bu Xalqlar do'stligi san'at saroyida ko'p yurtdoshlarimiz chiqishni istaydi. Shunday chiqib, shunday sahnasidan chiqib, assalomu alaykum desa bo'ldi-da. Lekin meni hozir shu sahnamizga taklif etadigan ajoyib hamkasb do'stimiz ushbu konsert dasturlarini bir nechasini tashkillashtirib, bir nechasini boshlovchi bo'lgan inson. Rejissyor, suxandon, bloger, aktyor, vayner, senarist va montajyor. O'zi tushirib, o'zi montaj etadi. Murodbek Rozmetovni taklif etamiz aziz do'stlar. Qani aplodismenti. Qayga borsang boshda do'pping, g'oz yurarsan girdayib. Qayga borsam boshda do'ppim, g'oz yurarman girdayib. Olam uzra nomi ketgan O'zbekiston, o'zbegim. Olam uzra nomi ketgan O'zbekiston, o'zbegim. Kurtaklar kulgisin sochadi bahor, ko'ngillar ko'zini ochadi bahor, qushning belbog'ini yechadi bahor, bahorga yetganlar omon bo'linglar. Ko'chada qor yog'ib yotdi, baxt qara. Ha? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Murodbek, hamma bahori kayfiyat bilan. Uzoq kutilgan show, live show ko'rib turganimizdan xursandmiz. Jamolbek, Ravshan aka, tabriklaymiz yurakdan. Rahmat, rahmat Murodjon. Yine yani Ravshan aytdi-ku, Murod 25 yildan beri to'ya borib, bir marta urmading hali hech kimni. Yo, to'yda urish topib bo'ladimi? Bir to'y bo'yniga tushib ketadi, balam. Rostdirim, hozir Jamoliddin aytib turadi, "Men to'ydan telefon urgan" deb shunday vaziyatlar bo'lgan. Men aytib taradim, ichim qisaradi, mana bir o'zim qaytmaka. Urush topdim desam, darrov kelaradi, qaytaradi, gaplashib. Yuringlashib, qaytaveradi. Keling, sizni oyoqda qo'ymoqli. Show. Live show dasturimizni. Sehrli kursisi. Live show, Live show, live show, la 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 live show. Qizillardan ne gapsiz? Dim chiroyli bo'libdi. Liboslar dizayna gap yo'q. Dizayna. Dilda aytganda dizayn chiroyli bo'ldi. Bardoviy trendda, bular ham shundan kamin deganda. Ava. Shu nima edi? Murodjon. Murodjon. Rozmetov. Murodbek, xush kelibsan. Rahmat, salom. Joylab bitdimi? Joylab bityapti, joy solyapmiz. Shuningdek xushro'y joy soldi, lekin Murodbek. Aha. Gördüm tunim, bordim. Bu masalan shu hozir joy masalasida-da har bir yigit kishi qaysidir bir o'zini nasida yoshi
darajasini yetgandan keyin bir joy solishi kerak degan ota-bobolarimizning naqli borda. Murodbek qiyin bo'lmaydi-mi? Joy вообще 1000 kvadratda solinib turgan. Yo'q. Yaqimli qiyin. 3 narsa, 3 etaji bor, podvollari bor. Yaqimli qiyin. Yaqimli qiyin. Tunagin xo'rliqi gap turgan ekan eshik oldinda. Shundan joy solibdi. Salomlashib yig'lab beraverdi. Gördüm istoriyada. Ava. Salomlashib yig'lab berdi. Ro'shana. Deb qo'llarimga qarab yotdi. O'sha bergan qilgan, tushundingizmi? Xushgapman, xushvaqt bo'ling. Hamisha hamma vaqt bo'ling, ha? Rahmat. Shuningdek gaplar bor. Lekin gruppa gap yo'q, haqiqatdan ham shova o'xshabdi. Ha? Ko'zimizning oldiga keladigan shoular bo'lar edi. Ana shuni biz hozir ko'rib turibmiz. Qayil. Ko'zimizning oldiga keladiganni ko'zingga ko'rsataman degan yerida live show. Ko'zingga ko'rsatdingizlar. Endi live showni ko'p yildan beri planetda yurdik. Endi bugungi birinchi qismi, xudo xolasa, ko'p qismdan iborat serial bu. Tomosha qilaveradilar. Mehmonlarimiz ham ko'p. Shuningdek atmosfera bo'ladi deb hech kim o'ylamaydi. Yaxshi. Reklamachi. Kelgan aytib ketish kerak, kelgan. Sırası geldi. Cümlenin içine reklamada kılışı gerek. Şerbet esleyin. Şunday şerbet esleyin. Muratni ya konsertlariga boradi-ku. Konsertni o'zi bir yan, o'yini bir yan bo'lib yotadi-da. Shundan endi ko'pchilik sezmaydi. Men sen bilan avvaldan birga ijod etganmiz. Universitet o'ynaysan bilasizmi? No, pul bermaymilar. Endi veram ba. Do'stim, endi bir 2 so'm qistirsa yaxshi bezinsan bo'ladi, shaqirdamay o'ynaysan. Tushundingmi? Qayib ketasan, doyib ketasan yaparalarında. Lekin yurakdan chiqadi. U yerda shuningdek bir odamlarni hörindan deydi-ku, hörindan baribir boshqacha o'ynaysan axir. Yaqindan bir trendga kirizding ha shuni. Ava. U uncha bir 2 yil bo'lib qoldi o'xshaydi. Avval yo'q edi u. Neden ideya keldi u? Ilohiy keladi ekan u. Bu ilohiy keladi. Ava. Hozir Yulduzam aytib turadi. Men neden Wayner bo'lgansan desam, o'zi shuning talant bo'ladi, shuning ilohiydan keladi, ozon bilan turazondan ishlab ketaverasan. Yo, undan ham bo'ladi, baribir ham ustozlarning o'ynashlarini ko'rib, biz ham o'zlarimizning milliy o'yinlar-ku. Qaysi ustozlar o'ynashlarini? Otabek ham bor-ku. Ha. Atulin. Ha, imini o'ynashini aytdik biz. Ha. Sen nechik o'ynashni aytding? Avnin o'ynashni. Ha, idoralar ilingan. Ancha bo'ldi idora ilingandan. 3 yil oldin. Lekin bir yeri bordan endi erkak odammiz-ku hammamiz ham. Savol, xotiningdan qo'rqasanmi? Qo'rqaman. Qo'rqaman. Mert. Darrov Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bir qarsak o'zini so'radi. Ey, hamma aytmaydi. Hamma aytmaydi uni. Ko'rsatuvda aytibman deb qo'yibman men. Qarab. Ko'rsatuvda aytibman deb qo'ysan. Lekin aytding bu. O'zi bilasizlar-ku, uni yo'q, ko'chani bolasiman-ku men. Aha. Birovdan qo'rqadigan yerim yo'q. Aha. Sen yaxshi bilasan ya, ta'riflading-ku. Sindirib tashidan meni deb. Shu o'zlarimiz shu. Urmaydi, so'kmaydi, lekin qo'rqaverasan, ha? No, Yulduzxon, rahmat sizga. Dim ko'p so'raysiz ekan, deymadingiz lekin. Shu o'tiribmiz, shu aziz deymaydi ekan, baribir ham bir narsalar deb turib. Yo'q, yoningizda o'tirgandan keyin qo'rqib o'tiribman. YouTube'da xotingizni ko'rib, nechun 201 ga o'tirdi deb urushmasin deb. Men shu o'rindan qo'rqib indamay dömim biladi ekan. Hali men aytdim shu gapni, ana ko'rdingmi? Qo'rqma, biz bilmaymiz bir-birimizni. deb o'tirib. Iloji bo'lsa bildirimizda. Haqiqatdan ham live show bo'lgandan keyin bir showlar bo'lsa, ayniqsa Yulduzxon showlarni o'tirgan vaqtda bir energiya bilan o'tiramiz-ku axir. Biz ham bir o'tirib ko'rasizlarmi ya? Bir shuningdek bir O'zi bizning showlarimiz bor. Bormi? Ovoz, prosta sizlar chidasangizlar bo'ldi. Endi ko'ramiz, vaziyatga qaraymiz. Menimcha bular ikkisi ham chidaymiz. Zo'r amallab beradigan, Chidaymiz. chotki ishlab beradigan. Live showga kelgandan keyin show dasturida ishtirok etish kerak. O bo'ldi, men to'g'ri gamidi, nachunda endi men ertaga gap bo'ladi degan narsa yo'q. Showda qatnashasizlar, utsangizlar podarka yo'q bizada, to'g'ri ketaverasizlar. Yo, podarkani eshitdim, podarkani zo'rlari bor ekan, oxirimda aytaman dedingizlar-ku. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Biz podarka olib o'rganganmiz, Shuni aytib turibman. Haqiqatdan ham bizning sponsorlarimiz ham dim ko'p. Jamoliddin, haqiqatda yana aytib o'tganingdan hozir Murodbek, shu Karat restorani yana. Karat restoranini shahrimizning markazida-ku bu. Shu girazan har xil ovqat bor-da. Dummazal ovqat. Ikkinchi etajdan chiqasan, bunning xolasang sahna aytib qo'yib, shunning xalqimizni konsertlarni o'tiraversang bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Bu yerda kelasan paloving bor. Kechda kelasan shoshliking bor. Mana Wayner o'tkazdi. Mana o'zlaringiz maqtanglar. Karat restorani, gap yo'q. Azonda zavtraki bor. Ana undan keyin biz ana bugungi live show ko'rsatuvimizning asosiy homiylarından termosistem, akfa oyna ramlari sifatli. Ana undan keyin Xorazmni
Xorazmcha brendi bor o'zini. Ava. Ilhom Texno markazi. İlham televizorchi. Ilhom televizorchi. Xivali. Ava. Hammadan edi, biladi. Bizning asosiy sponsorlarimiz. Demak, Ravshana bugun shoularimiz bor, shu shoularni o'tirsak. Yetdik. Nima deysiz? Tayyorman. Tayyormisizlar? Hey, voy, u yorib beramiz. Bo'ldi. Life show. Life show. Live show, live show, live show, la 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 live show. Aziz do'stlar, live show dasturini, show dasturlarini o'tamiz. Show dasturlarimiz u darajada qiyin emas, lekin u darajada ongsatam emas. Lekin qiyinroq sal. Endi ko'pchilik televideniya ko'rib kelayotir. Televideniyada bo'lmagan shartlarni amalga oshiramiz bugun. Ava, uy olmanglar. Bize qatnaşımız da oturmuş. Demek, ladies and gentlemen, the call Sony please stop in the 7th for Murat Kaş Yıldız Parfüm. Bugün Batut'ta şariklarını neticinde reklamasını aytıp ötüşümüz mecburumuz ağa. Yine reklamasını. Batutlarımızı yetkazib ber bugün show dasturumuzda qo'llab-quvvatlab turgan Urganch Univermag Sardar ukamize teşekkürlerimizi bildiramiz. Sizlar endi Bunga chiqamizmi hozir? Bunga chiqasizlar Hozir demang. ikkingiz ham chiqasizlar. Yo'q, o'kchab Elden buni. Yo'q, o'kchab bo'lmaydi. Kuyishlarni yechasizlar. Yo'q. Kuyishlarni. Sizlar Muratjon, sen unda ayttirma. Muratjon, sizlar kuyishlarni yechasizlardan Batuta minasizlar. Bizlar Ravshana bilan deb turamiz. Murat oqshom yuragim taqirdab turibdi deysiz. Taqirdab qolsangiz men sizga qora olmayman lekin ağa. Qo'ying lekin ağa. Men chiqmaqa uyaman lekin to'g'risi. Boshqa shart beringlar, she'r ayttiringlar. Bir She'r aytib, shu shariklarni cho'plashlaringiz kerak. Ava, içinde yine özün koştun. Hem şiir aytasan hem Murat şarkılarni. meni ko'tarmaydi lekin o'zingiz chiqavering ağa. Qani? 500 kilodan götüradi Yulduz. ko'taramiz ikkimizni. 500 kilodan götüradi. 200-250. Göklari, yashillari, göklari seniki, Aha. sorilari, qizillari Yulduzniki. Bo'ldi, yana bir svet bor ekan. Ular ham qizil yaqin. Bo'ldi. Yok Ravshana minnatalım ona. Fakat bir xil svet berali. Şunun içinden tanlab olib deshana atsın. Gap yo'q. Muratjona yeşil. Yashil. Ava. Yashil. Yulduzxona sarı. Xo'sh, shatamiz sharlarni. Sizlar bo'kishib turgan holda siz yeşilni terib ko'cha atasız. Siz esa sarılarni bo'kishib turgan holda. Yo'q. Asla. Yo'lamanman bunda deyib turaman, lo'mpilda ben merim. Lekin shu o'rinda yashilni terib turgan vaqtida Muratbek she'r aytadi. Yulduz nondir reklama aytadi. O'zi. Ava. Ava. Ya Univermag reklama etsin. Ha, o'zlarimiz yina. Ya Ilhom Texnomarketni reklama etsin. Ya bo'lmasa sizlar bilasizlar. Termosistem oynalari, eshiklarni reklama qiladilar. Qaysi? O bizni Qani boshimiz esa? Qaysi qulaysa? Menmi reklama aytaman, yaram aytaman. Men endi o'ngga qarab ketaveraman. Lekin siz qarang, yuragingiz taqirdab qolsa, lekin qarang. Men sizga qarab o'tirmayman. O'zimga bir odam kerak. Bo'ldi. Bir ko'raylik qani. Esa Aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, studiyamiz mehmonlari Guldiroz Qarsaklar bilan birgalikda olqishlab turinglar. Yechinavermang. Muratbek Rozmedov va Yulduz Parfüm hozir. Ay, oktagon o'qishi degan bu. Demek Muratjon birinchi bo'lib Batutga qadam bos. Ha. Endi bu Batuta chiqqanman, lekin yuraklarim laqirdaqqandan chiqqan vaqtda shundan bir ko'ramiz. Aytchi! Jamol! Ber, chaqir Jamol! Chaqir! Murat Qash! Ronaldo bola. Ha. Endi Yulduz. Qani? Jamala qarang. Agar ishida men bir gap bo'lsa, ish Muraton bir narsa aytsa, sizlardan ko'raman. Hech narsa aytmaydi. Muraton aytaman. Muraton. Muraton yechatolmaydi, aytdi-ku. Xotinidan qo'rqadi u. Qani, giringlar. Girganlar Ravshana ilamiz berdi. Muraton. Qo'ldan tortib ber bir. Qolmayacakman. Gentlmenchilik et. Ostona, ha? Sizni endi Qani Qarsaklar bilan olqishlab turinglar. Yulduz Parfüm va Muratbek Rozmedov. Hozir Men qaysi rang edi? Seniki yashil. Yashil. Ishimi Hali to'xtab turinglar. Hali to'xtab turinglar. Chatni tushuntirib o'tamiz. Muratjon, yashil shariklarni olib deshana atasiz. Yulduz Parfüm esa sari shariklarni olib deshana atasiz. Kim birinchi bajarish kerak? To'g'rimi? Shu yashil ya sari kamoningcha. Bo'kchib turgan holda to'xtab qolish mumkin emas. 3. Tayyormi? Operatorlar tayyormi?
3. Muratbek sen şiir aytasan. Yaxşı. Yulduz yar. Yaxşı. Gitti. Hele dur hele stop. Ha, bu müştürtü bu. Ay. Dur. Operatorlar tayyor mu? Murat'a sonra ekene. Hamma tayyor mu? Murat'a zor ekan ha dedi. Tayyor mu? Tayyormiz. Ertarak ne dedi bu şovlar? Vah. He. Siz bilen birge çemende bo'lamadim. Yulduz Bekçi. Tayyor mu? Ha, yanımız. Hey, akka bana. Akka bana dedi. Mırş başa da. Tayyor mu? Hava. 3. Gitti. Ha. Ushbu go'zal ayyomda, kelgan xushtamda, go'zal yurtim har yonda, mustaqil bo'lgan holda, shuna boqdi. Yulduz yar. Yulduz yar aytamiz. Yar. Qara, ha. Kelin so'ramasiz darvozaga xavf. Qara, ha. Uzumlarla shidir jo'shqiyotiroz. Yulduz sen de yar bo'lsa kerak. Sochlaring ketdi qiyshayib. Başla. Oyoqing ketdi doyib. Yuraverasan. Yulduz qalishma. Ketgansan xudoyim doyib. Ey. Qara, ha. Shunlarni o'chirasan Azizbek. Yulduz dur. Ben at. Yulduz sarı at, sarı. Ben Yulduz. bir yakayım. Çalırak ha. Ha gitti. Ha. Tez yaşarız. Malades. Sizden kalsam önüne gel. O'lib qo'yaverasa. Dürtüper Murat Bek'ni. Bir tane yaşıl kaldı. Qara. Tez yaşarız. Oktagonliga. Ha. Menga jang bering. Kim bilen? She'r aytaman. Şeray Şaman dedi. Urush bilma. Yama qartdı sekin. Yaman ekensin. Hey, qartib tashlabsan ku. Endi shatasan Bekchidagi xarislar. Demek gelinglar. Murat Bey Rozmetov qarsaklar bo'lsin. Nefesini rasay. Murat geliver endi. Murat'a yüreksiz takırdı adamı. O, mazası kaçtı. Vah. Balağına abanerin ki. Skori chaqir. Skori çakırdı. Gel. Ben su Bir verin zaman su. demal basınlar. Bir zaman verin demal de, su. basınlar. Bir zaman demal Gel basınlar. Murat. Murat Bek Rozmetov emeklep kaldı. Zaman dema basınlar. Demek dostlar, bizani live show dasturumuzda shunday kutilmagan showlar bo'lib turadi. Ravshan aka. Ben şöyle. Ben Murat Murat Bek'ni havarını alacakman Murat Bek. Normalmi Muratcan? Yaxshi mısa? Hey. Özü bolam eken ya. Gördünüz mü? Takırdatıp taşadım. Yaranman egesa. 2 mərtə yemalandı. 2 marta. Yaşız ötkenden ki yar ismah. Su veringlar, iltimos. Balağın ağa su verinle. Ravshan aka, Al. bu syomkadan keyin bizlar ham bir chiqib ko'rdi, haqiqatan shundaymi? Çıkışımız gerek yok şeyde. Qani. Rahmat. Monterlar. Yo'q, aytma. Aytma. Pulni bersan aytasan. Yaxshiman. Bu o'yinni qiyinligina qaraganda, bu o'yinni jiddiyligina qaraganda, mashinni, kilitni izi bor, kilitni. Utkana. Kilit var. Kilit bor. Kilit var. Maşinin özünde var. Kuru özüyle kitap vermiş falan. Mendirib ketaman seni. Mendirib ketaman. Hayır. Murat Bek hem şiir aytıp hem şar söpleş bilen mi oldu? Yulduz 10 bala kaçış bilen mi oldu? Hech qanday. Ha. Muratbek ya yarraman deb girib ketadi-ku. Ava. Yo'q. Yulduz Yaralmadı. Hısıldatıp taşadım ki oturuşuna karak. Mandayını derine karak. İne. Men hissillab yaramandan. bildirmeyin. Bildirmayapman. Rastırım tuğta mı sekriydi eken Murat Bek? Demek endi Ravshan aka o'zimizni savollarimiz bor, Ava. savollarimiz. Bir chetdan boshlayversak. İkinci şartımıza tayyorgarlik qilib turaveradi. Bolalar Aha. iltimos qilamiz. İkinci şartimizni kerakli vajidan taqlab qo'yinglar. Ansatrak o'qing. Ava. Sizlere Muratjon. azı bir obraz veremiz. Obraz, o. Obraz veremiz. İkiniz hem improvizasyon adamısla. Sizler hazır şurun özünde yurttaşlarımızı yine hazır Rozayı Ramazan ayı ku. Şu Rozayı Ramazan ayındayı mesela ailenin başı yani er Ava. ve hatın obrazında ağza çağıra 5 minut kaldı da. Ava. Lekin hali haracı teklemedi. Ava. İftarlık hem tayarlanma. Ava. Şu Yıldızhan ayalının rolunu oynap berediler. Murat Bek yadından çık gitti da. Hepimiz Ava. yadımızdan çık gitti ku. Ava. Ya esimiz yazıp koyada ekesi onu ekken, bunu ekken. Ölgey mi yadınga çıksa ki? Sen esimesini okuysan yadında duradı. Kim yadınga çık gitti?
Shu holatni ko'rsatib berishlari kerak. Esa qachamiz bu yana? Oh, Yana qachamiz? ketdik. Yaxshi. Muratjon televizor ko'rib o'tiribdi uyda. Aha. Yulduz araqdan kelasiz. Aha. Demak, aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, hozir bizani aktyorlarimiz, professional aktyorlarimiz sho'rni o'zida improvizatsiya etgan holda biza aytgan ko'rinishni o'ynab berishlari kerak bo'ladi, lekin bir qisqacha yana bir o'zgartirishga kirib o'tsak bo'ladi. Jamoliddin, keling biz so'zlarni aytib turamiz. Albatta. Bir umuman tema yoki umuman so'zlarni aytib turamiz va so'zlarni sizlar dialogda ishlatib o'tishingiz kerak bo'ladi. Ishlatib davom etib ketaveradi. Demak, bu yerda Yulduz Parfum va Muratbek Rozmetov sizlar boxabarasizlar. Eng zo'r kim o'ynadi? Improvizatsiya etdi va aktyorskiysini boxabarasizlar. Albatta, kommentariyada yozib, like-ni bosasizdan yozib ketaverasizlar. Demak, aziz do'stlar, bizda sahna ko'rinishi uyni egasi girib keldi, lekin qo'linda hech narsa yo'q. Og'iz ochara 5 minut qoldi. Kim? O'zlari. Akasi, yaxshi Assalomu keldingizmi? alaykum. Dim yaxshi keldim. Yaxshi balla. Salomat. Charchamadingizmi akasi? Yo'q, xarishpami? Chalak. Chalak. Akasi hozir chalaklarda bu neden krantdan suv olib yuruvdimdan kuchniga qo'yib, bir zaman choyingizni ichib o'tirib turibman. Bo'ldi. Baring. Ey, yaxshi. Loy. Ha? Loy. Ay, samonloy urib turibmi? Ha? Qaychi? Samonlaydan voy yaxshi. Akasi, qaychida tirnoqlaringizni olib beraymi? O'sib ketibdang. Tirnoqlarim o'sdi, lekin bir ko'rib bera qo'y, sen tirnoqni ko'rib turing, men loy suvog'ni ko'rib turaman. Yangi yil. Ey, yangi yilda yodingdami? Yodimda akasi. Yodingda qaladan etdim axir. Dim boshqacha bo'ladi lekin shu. Pampers. Akasi, bolaga pampers ekkemadingizmi? Keldim, mashinada qolibdi. Dollar. Mana qara pampers desan, kisa dollar, mana alda izzat o'ynab kulib o'tirsan. Akasi, sho'rlaringiz boxir akasi. Ay, seni joningdan aynanin. Qoshiq. Qoshiq? Akasi, ovqat yeyishingizga qoshiq ekib beraymi? Yo'q, qoshiq yeyveraman, qachon qoshiq deyapman, ekkaman. Akasi, dim yaxshi ko'raman, axir qiliqlaringizni boshqacha. Bulaşıq qiliqlarimdim. Shu erinib turibman, shu parkkem ekan. Dim yaxshisan. Oyoq. Oq oyoq. Ey, yaqinda qo'mishini to'yinda 2 oyoq yuradi. Birisi qarish oxir yodimda yo'q, birisi oqmaydi, shuni? Avon, oqadi. Oqayga oxir bilaman, bilmasa ham bo'lmaydi axir. Ikkinchi xotin. Akasi? Siz cho'tir shu gullarda orqangizga qarab yotaversiz. Asli bir o'ynash topgansiz ya, ikkinchi xotin oldingizmi? Abdirim. Abdiraman, xotini-ku, tunida ko'rganingmi? So'mkasini ko'tarishib berdadi, uyina chiqarishib keldi. Sho'ti sizda bir gap bor. Bir yillaringizdan bir narsalar chiqib bir qo'shi. Pomada yuqimi? O'zingniki bu, o'zingniki. Baribir tutaman sizni. Tuta olmaysan. Ondi berman qarang lekin. Duxiy. Akasi? Mendan duxiy isi keldi deb turibmisan? Albatta, cho'ta sizdan qizlarning isi kelib turibdi. Berberingizdan. Naskini isi bo'lmas u. Yo'q, men to'sha bilaman duxiyning isi akasi. Sizni baribir tutaman. Bo'lami? Kabinet. Akasi. Kabinetingizdan o sekretariz dim size girib suykalib biribmish. Qaysi kabinetim? Men izinizda oygoq chiqibman, ishtiyib biribman shu narsalarni. Afrika. Kabinetim aytasanmi? Afrika deyku kabinetim deb isi. Odam isi keladi dedim boshqacha kabinet lekin kabinetim ham yaxshi. Dush. Kabinetingizda dush uzanmaysizmi? Ava chalakda yunaman xotin. Siz o kabinetni to'rina girzib, imsimnon. Endi shadasan xotin. Gunda yunib kelishlaringiz yomon oxirsini duxiylansiz. Endi ishlagandan keyin baribir charchaysan bo'ladimi? Milisa tutdi yaqinda xotin 01 atib o'tirdi. Voy. Ava jo'ralarim piyon edi, mendan ko'rdilar. Voy. Bo'lami? Ajoyib. Ko'ngil to'lami? Qarsaklar bilan Qarsaklar! Yulduz Parfum hamda Muratbek Rozmetov doğrudan doğru gap bo'lishimiz emas. Chiroyli rol va vayn ishtirok bo'ldilar va katta rahmat deymiz. Rahmat. Qarsaklar bo'lsin, qarsaklar davomiy qarsaklar bo'lsin. Davomiy qarsaklar. Biz ne shartingiz bo'lsa tayyormiz. Shu iPhone ya mashinaning kilitini bersangiz. Bo'ldi, gap yo'q. Esa kelinglar. Aziz do'stlar, davom etamiz live showda. Bizni final show dasturimiz bilamiz Muratbek
zo'r shoularni o'tirib kelasiz, ammo tadbirlar, meroperiyatsiyalar bugun sizni o'zingizni shoularda ko'rib turibmiz, lekin haqiqatda gap so'z bo'lishi mumkin emas, lekin hozirgi o'tiradigan shoumizda menimcha Yulduz utadi sizni. Na shunda desa, oldingizga qo'yilgan shirinliklarni qo'l deyizmagan holda 1 minutda kim ko'payib bu oyli o'ynaymiz. Qo'lsiz, oyoqsiz eshik ochar. Endi Muratjonni aytib o'tjakman, aytganingizdan ko'p shoularni o'tiradi-ku. O'zi Muratjon hammaga tortni yedi, yubillar bulash qiladi-ku, hammaning ustidan gul turaradi. Bugun bizani guladigan kunimiz va Yulduz Parfum qo'lni ishlatmaysizlar, faqat salfetka ishatish mumkin yo suv ichish mumkin. Kim birinchi yeb bo'lish kerak? Salfetka ham, lekin qo'lni da ezib qo'l bilan emas. Olib qo'yamiz esa. Olib qo'yamiz. Jo'natib turish. Ha, bo'ldi. Mayli. Oxirinda beramiz. Bo'ldi. Oxirinda. Bo'ldi. Suvni olamiz. Bo'ldi, bering. Shirinliklam oling. Yo'q, kerakmaydi. Shirinlik yeb bilmayman. Deta zalyoq bugun deta buziladi. Detachini ko'rmasin, cho'rnadik qo'y. Qizishmasam bo'ladimi? Shat qizishasiz. Qizishgandan keyin Yechinsam qizishaman. Yo'q. Yechinganingizdan qo'rqamansiz. Aynaning. Yaqib bag'riydi. Qayga borsam boshda to'pim g'azira. Asa tayyormizmi? 1 minut vaqt berilgan live show dasturi va shirinliklarni qo'lni deyizmang, kim birinchi yeb qo'yaylik. Oxirinda salfetka beramiz, yuzlaringiz bir xo'shray bo'ladi. Tayyormizmi? Qarsaklar bo'lsin. Minutga qarab qo'yamiz. Boshladik. Ketdi. Ha. Yaxshi. Qarsaklar bilan kim ko'proq? Kimda ko'proq? Bir yandan botirsan-ku Muratbek. Tez yashamiz. Hisob, lekin gapsiz bo'lishi mumkin. Xarob Murat teydan boshladi-ku bu. He? Bir yandan boradi ekan, bir yandan. Qarab qo'yadi, davay dedi. To'xtama dedi. Qani ketdi. Qani kimda? Kimda ko'proq, kimda ozroq? Avu Yulduzxon 2 marta ishlabdi-ku. Tezash, Yulduz. Bu bilmaydi ekanlar. Miyda doğra, yeri doğrasak dıkılasa. Miyda doğra. Miyda var. Yo'q, Sıçaningdan kirganda kirpadi. Minut o'tib potir. Miyda. Ha, midalar vur dedi. Muratdan yeringize gitib potirmi, dam olib yeng. Aha. 1 minut o'tdi. Gap so'z bo'lishi mumkin. Yana 1 minut qo'shamizmi? Va. Yo'q, bo'ldi. Yo'q. 1 minut bering. 1 minut. Bu o'yinimizda g'olib Siz bo'lavering. Necha dedim, mana bir salfetka berasizmi? Ila salfetkalar ham, suvlar ham hammasi siz uchun. Muratdan, ne deyin 700? Lekin gap so'z bo'lsin kerak emas. Deb yeb, dam olib yesiz bo'ladi-ku. Gördingizmi? Mendan keyin yana birov yesa bo'ladi buni. Bir yandan boradi. Yemaylar deyman-da. Standart ne? Agar davomli shuni bir ikki odam o'tirsa, sevishgan odam o'tirsa, yanına olib borib qo'ysa, san'at eseri deyib turibdi. Imga qarang, urilgan mashina deydi. Yulduzniki. Iminning go'zal yeyishi Yo, bo'ladi. axir siz damomiy yeb yotibsiz. Yo'q, Yulduzxon tushlikda ekandan keyin dik turib, pazim atada ekan, pazi tushuvchi kutada ekan. Meniki to'g'ri o'tib turibdi-da. To'g'ri, shunday ketdi. Demak, ishtirokchilar uchun bir chiroyli qarsak bo'lsin. Ha, biz bilan shu o'yinda ana shunday ko'tarinki keltirmak sevgili do'stlar. Live show. O'zingiz taxlab olaverasizlar baltoshda. Gapi yo'q, bugun Muratjon haqiqatdan ham zo'r eding. Tabriklaymiz. Muratjon uchun qarsaklar bo'lsin. Rahmat. Muratbek Rozmetov. Doimo pozitiv rollari bilan, pozitiv harakatlari bilan, pozitiv sahnalari bilan, umuman har doim noki ishni qiladigan bo'lsa, ishini dim chiroyli qiladigan do'stlarimiz bugun studiyamiz mehmoni bo'ldi. Endi Yulduz Parfumni to'g'ri tushunasizlar, dieta saqlab boshladi. 1 hafta bo'ldi. Chalmazding? 4 kilo. Ey, dum tashabsiz-ku. 1 haftada 4 kilo normal. Ay, normalni bir haftada 4 kilo zo'r. Figurama qarang, hali 1 yarim var ishim bo'lsin. 6 kilo. Maro fitness. Olingan, ha? Olingan, yo olinganmi? Olingan, eldan tashalgan. Muratbek Rozmetov va Yulduz Parfum, marhamat yurtdoshlarimizga yaxshi niyatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol yo'llab qo'yishlaringiz mumkin. Marhamat, Yulduzxon, avvalo sizni go'zal tilaklaringizda, da. Bizani kuzatib turgan mazishkalarim, barchangizga sog'lik, omonlik, oilaviy xotirjamlik tilayman. Sizlar borsizlarki, biza shunday o'ynab, kulib yurimiz har doim. Like'larni bosib turaveringlar, biza sizlarga zo'r videolarni chiqaraveramiz. Salomat bo'ling, sog' bo'ling, kulgu tabassum hech kimning yuzidan arimasin. Live show
bo'lsin, ishlaringizga omad. Sovg'a. Rahmat, sovg'a uchun rahmat. Birinchi o'rnonim uchun o'zimni kostyumim bilan o'zimni taxyam kiydirmoqda. Rahmat. Rahmat. Bugungi live showimizni birinchi qismida o'zlarini pozitiv, jo'shqinligini, ichindagi energiyasini ko'rsatib bergan Yulduz Parfum va Murodbek Ro'zmetovga tashakkurlarimizni bildiramiz va kim Yulduz Parfumni yaxshi ko'rsa, kim Murodbek Ro'zmetovni yaxshi ko'rsa, shularni adını qoldirib, kommentariyada like'larni bosib ketaverasizlar. Aziz do'stlar, biza sizlarni girib kelgan bahor ayyomlari bilan 8-mart yana Navro'z ayyomlari bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Hamma xonadonlaringiz bahor bo'lsin, hamma xonadonlaringizda shunday gulgi tabassum, yaxshi kayfiyat hamroh bo'lib tursin va yaxshi do'stlar doimo yoningizda bo'lsin. Eng asosiysi televizorlaringizda live show bo'lsin. Aziz do'stlar, e'tibor uchun rahmat. Biz yana sizlar bilan birgalikda ko'rishguncha deb qolamiz. Live show dasturini doimo kuzatib boring. Sog' bo'linglar. Show, live show, live show.